men aytib beraman qanaqa otaligini. O'zini orzu havasidan kechgan odamlarlar. O'zi hech narsani orzu qilmaydigan odamlar ular ota. Farzandim qiynalmasin, ayolim qiynalmasin deydi. Ota-onam birovdan kam bo'lmasin deydi. O'zimizga qancha odamlar chiqadi musofirdan. Arzonroq qilib bering bilet, bir gaplashib bering. Ota-onamni umraga yubormoqchiman. O'shalar ota. Shunaqa otaki, butun borini kechib qo'yadigan kishilar ular. O'zi uchun ishlamaydi. Erkak kishiga nima kerak? Bir kasa taom bo'lsa bo'ldi-da. Bir kasa taom bo'lsa, qorni to'yaveradi. Unga shohona joy kerak emas.